Hürmetli vatandaş bugünkü lüksiyeli. Bugün geçi ise 2005 yıl. 2025 yıl. 5. ayının 13. günü haftaki Seyşembe vatandaşım. Öntünü sizlerge vazifə genidim. Ete teyyarlap kelimem bir haberlerini, yaki bir makalalarını birlikte oturup sizden tahlil kılımız diyenidim. Endime şu makalını teyyarlap geldiğim vatandaş, hazır buluvatkan diplomatik faaliyetler. Mesela bir yerde evvel eğitimdeyle bir diplomatik faaliyetini hazır görüp öttünüz vatandaşı. Bu nime Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Otur Şerk'e. Otur Şerk'e diplomatik faaliyetle yetip geldi. Bu yerden Türkiye'ye kildi dedi. Ben sizge evvel bir sual koyuyutayım. 2. ayının 18. günü Amerika Koşmuş Ştatları bilen Rusya Federasyası'nın vekilleri, mesela Amerika Koşmuş Ştatları'nın Amerika Koşmuş Ştatları Prezident Donald Trump hükümetinin devlet işlakatı Mike Rubio, anda Rusya taraftan Rusya Taşkı İşler Ministri Sergey Lavrov'la Saudi Arabistan'ın Riyad şehrinde söhbetke oldurup Rusya-Amerika münasebetini kanlak yakınlaştırış yaki şu məndeyle kanlak diplomatik bardı keldilen canlandırış diye mezmunda şuna değil söhbet edip bade vatanda. Şu vakit haberlerde ben hem silah yet gözüm bunun işi de Ukrayna meselesi mevcut demez. Fakat Amerika Koşmuş Ştatları bilen Rusya Federasyası iki devlet hükümetleri oturuş söhbet bol değil. Şu vakit oturuş çıkan söhbetlerin hemmesini dedik. Hatta ötkenki tarih varaklanıdı. Kona dünya ağdırıldı, yok oldu. Hatta yaltı gelişimi yaltı jığını hem oturuğu çıkıdı. Diye geplerini ben şu vakıda sizler yetközgər edim. Bugün ende mesela 2. aydan hesaplaganda hazır kançı 5. 3 ay bola bulmay siz qarap durun. Birinci katımlıq söhbət Saudi Arabistan'da Riyad'da. İkinci katımlıq söhbət Türkiye'de İstanbul'da. İkinci katım söhbətke maun dercilik emeldarlığa katlaştı. İki devlet Rusya, Amerika Koşmuş Ştatları. Endi bugünküsü hem söhbət de besip kişidiğen söhbət. Yani kandak söhbət Ukrayna, Rusya, oruç toxtuş berip çetildiğen söhbət. Şu söhbət hazır şunun için teyyarlanıp hatta ahirki ziyaret menzilini İstanbul'da bekitip Amerika Koşmuş Ştatları'nın prezidenti Donald Trump ziyaret eden otur Şerq Saudi Arabistan'a gidip geldi. Endi eti ögün yani 15. günü değil İstanbul'a gidip verip bakın İstanbul'da ötküzüldüğün Rusya, Ukrayna oturuş, oruç toxtuş ve tinçlik gelişimi imzalaş söhbetiga qatnaşıldı. Bu faaliyet intan yuqori seviyeli faaliyet de vatandaş. Neme deseniz Amerika Koşmuş Ştatları bilen Rusya Federasyası oturuştaki diplomatik münasebetler. Endi bularning amel derdisi bu katem İstanbul'a gelip İstanbul'da Ukrayna, Rusya oruç toxtuş ve gelişim imzalaş. 3 devlet prezidentleri, 3 devlet başlıkları, Amerika Koşmuş Ştatları, Prezidenti Donald Trump, Rusya Federasyası, Prezidenti Vladimir Putin ve Ukrayna Prezidenti Zelenski. 4. bulup bu söhbetke katlaşıp riyasetçilik kılış şeklinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Alış görünüş vatandaş. Başlayacak o debdebelik görünüş. Debdebelik berip geliş, debdebelik diplomatik faaliyet. Siz kütken, biz təsəvvür kılgan her kandak diplomatik münasebetler görünüşünün olkup düşüdüğün ve besip düşüdüğün faaliyet. Ben sizge sual koyman dedi vatandaş. Muşundak bir zor faaliyet kandaksıga Saudi Arabistan'a orlaştırıldı. Yani muşundak zor bir faaliyet. Yani kandaksıga Türkiye Cumhuriyeti'ne orlaştırıldı. Vatandaşlarım. Bir yerde pekatlı Ukrayna meselesi var da oylamsız ha.
Başta neme dedik? 2. ayın 18. günü 80 yıllık tarih varaklarını da bütün tarihi arkıpla geçeledi dedi. Lakmaya vatandaş. Hazır sizge muşundak idi dep hiç bilemeyimiz. Söz dep bilemeyimiz. Çünkü paket yok. Reallık aylanğan paket sizden aldınız, bizden aldınız dem. Şunu bugün sizlerge belge verden boyunca vatandaşım. Bu kadar Prezident Vladimir Putin'nin teklifiga binaen Cumhur'un reisi Xi Jinping Moskvaga ziyareti gelip Moskva Kızıl Meydan'da ötküzülediğin İkinci Dünya Uruşu'nun galbisini tebrikler, 80 yıllık galbisini tebrikleydiğin müşündak murasıma katmıştı yetip gelgen reis Xi Jinping körek sahnesi de Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen möörünü götürüp oltadı. Hatta kulakla kulak yakıp sözleşkendek, piçerlaşkandek bu bir görünüş değil. Meyle kaysı gepten kesen kılmasın bir görünüş değil. Yaki diplomatik sahada dünyaya bir vatkan uçuru karakterlik bir görünüş değil. Kıskısı kandak buluştun katinize bu iş aşındak bulup öttü. Ende muşunun münasebetlik yazılgan iki parça makalı var. Bu makalını aynı vakit sizge yetkizemedim. Ende vakit geldirip akşam sizge verdim. Bugün elip geldim. Bunu siz aval materyal şekilde bir anlam kılam da mavzumunda vatandaş. Yüzünü tüküş. Xi Jinping'e münasebetlik iki manzara. Belki tarihi yazılışı mümkün. Mavzula haber 5. ayın 10. günü Erkin Asya Xitay programımızı ilan kılındı. Hazırda kaldı o Erkin Asya. Haber bundan başlandı. Cumhur'un reisi Xi Jinping Moskvaga bölüp 2. Dünya Uruşu galbisinin 80 yıllığını hatırlaş. Murasıma katlaşıp Beijing'e qaytıp geldi. Onunla münasebetlik murasimdeki menzillerdik tarihka yazılıdır. Bu menzilinin birincisi Moskova'da Prezident Vladimir Putin bilen birli oldurup her bir paratını görgende sahnede oturgan chet ellik mihmallar reis Xi Jinping'in bu haletini görüp gözleri çaknap gitti. Yani reis Xi Jinping Prezident Vladimir Putin'in bir oltağın muşu peytini görüp chet ellik murasim katnaşçılarını közü çaknap gitti. Prezident Vladimir Putin reis Xi Jinping'i yan olturattı. Toxtamayı birbirinin koluqağa gep kılattı, piçirlişattı. Rusya Cumhur münasebetinin çeksizlikini gevdilendiretti. Şu arkalı Rusya Cumhur münasebetinin çeksizlikini gevdilendiretti. Polşa Prezidenti Tusk bu menzirini namussuzlarca uyuşturulan menzile dep adı. Yani namussuzlukun bir görünüş, namussuz görünüş. Çünkü onun gazete, partiyanın organ gazete, Rimin Rıbanı mı dep yazdı yap buna dikkat vatandaş. Rimin Rıbanı'nın da haber kalır. Sonra, 2. Dünya Uruşu göz karşıda Çin turumuz. Sonra, 2. Dünya Uruşu göz karşıda Çin turumuz. Uruş'tan keyinki xalqaro tertibni qat'iy qo'llaymiz. Xalqaro ahli adolatni qat'iy qo'llaymiz. Bu Cumhur'un reisi Xi Jinping qatnashgan bu qasam harbiy ko'rak murosimidan bütün dunyoga tarqatgan. Eni uçurdu. Ve merhaba nima debdi qarang ha? 2. Dünya Uruşu ko'z qarshida Çin turimiz. Yoki g'alaba qildi ko'z qarshida Çin turimiz. Urushdan keyingi xalqaro tartibni qo'g'daymiz. Xalqaro ahli adolatni qat'iy qo'g'daymiz. Chunki Kompartiyasi sening qo'lingda xalqaro ahli adolatni qo'g'daydigan chora bormi? Shundoq niyat, shundoq usul bormi? Yo'q deymiz. Ikkinchisi, urushdan keyingi xalqaro tartib, sen davlatgan tartib bilan Amerika Qo'shma Shtatlari aytayotgan dunyoviy tartib ikki narsa.
Senin nazarındaki urushdan keyingi tartib davlat chegaralarını o'zgartirish. Kimni kimga mustamlika qilib berish, kimni kimning mustamlikachilik siyosiy tuzumidan ozod qilish. Mana bu sening nazarindagi. Masalan, shu qatorda Uyg'uristonni qo'shib berish. Çünkü kompartiyasi qo'shib berish, sen davatkan tartib, dunyoviy tartib, sen qo'g'dayman davatkan dunyoviy tartib mana shu. Çünkü kompartiyasi xalqaro adolatni deb qoldikanda, ikki dunyo urushi to'g'ri yoki erishgan natijalar to'g'ri degan ko'z qarash uchun turish. Bu tugudimi? Diqqat etamiz. Prezident Vladimir Putin ko'rak murosimada nutq so'zlaganda, harbiy ko'rak, harbiy parad murosimada nutq so'zlaganda, Xi Jinpingning so'ziga qayta bunday ko'rsatdi. Shu qarta yoki javob berish shaklida yoki yondashish, qo'shilish shaklida bunday ko'rsatdi. Biz ikkinchi dunyo tarixi esimizda saqlashimiz kerak. Tarixni aynak qilishimiz kerak. Tarixni o'zgartirishga bo'lmaydi. G'alba qilg'uchilarni haqorat qilishga bo'lmaydi. Tarixning adolati abadiy biz tarafda turadi. Gördünüzmü? Endi siz Reis Xi Jinping'e bakalten tarixda atkan üçün, endi Prezident Vladimir Putin naq meydanda, Qızıl meydanda harbiy paradni hatırlash paytida so'zlagan so'z. Her ikki abzası ajim jihatdan farqlanmaydi, az ko'plik jihatdan farqlanmaydi. Reis Xi Jinping'ning da'vatqanimi biz urushdan keyingi dunyo tartibini qo'g'daymiz. Prezident Vladimir Putin da'vatidiki ki tarixni o'zgartirishga bo'lmaydi. Mushu so'zda, mushu abzaslarning hammasi men üzüp aytaman ki vatandoshim Uyg'uristonga munosabat. İki qatimlik Moskva shartnomasi orqali Uyg'uristonning sotilishi. Birinchi qatimda Jungo Gomindan Chankashek hukumatiga sotilishi, qo'shib berilishi. İkinci qatim Jungo Kompartiyasi Mao Zedong hükümetiga setip berilişi, qo'shib berilişi. Uyg'uristonda bu ikki siyosiy hokimiyat Xitoyning siyosiy hokimiyatiga mustamlika qilib berishidan iborat jarayonni bu qatim Prezident Vladimir Putin ham so'zlabdi. Shundaqla Xi Jinping ham Rim-Ribo orqali bu ham shundaq so'zlabdi. Bu yerda gap nimada vatandosh? Bir cümle. Uyg'uriston Uyg'ur masalasi xalqaralashdi. Bu Kreml sarayı Prezident Vladimir Putin'nin aldığı yetib keldi. Esingizdami? 2021 yil 6 ayning 16 günü. Janvada. Kanımızma vatandaşım Uyghur Amerika CBS televiziyasına muhbiri Sayman Efendi şunda sual koydu. Uyghur degan milletni bilemsen. Tamam. Bu qatim endi men turgan dedim-ku, o'tganda turgan so'z oldingi so'zimda. Reis Xi Jinping yilda bir qatim keldi. Ya'ni 2024-yili 5-ayning 10-kuni, 5-ayning 16-kuni Beijingga kelgan edi. 2024-yili bundan burun 7-ayning 2-kuni Qozog'iston Ostonaga yetib keldi. 2024-yili 10-ayda Tatariston Cumhuriyetining Qozon shahriga yetib keldi. Şu görüşlerden keyin andın o yılni oxirlashtirib bu yil endi 2025 yil 5-ayning 8-kuni Xi Jinping Moskvaga yetib keldi. Yuqoriqilarning hammasi Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping o'rtasida bo'lib o'tgan javoblar. Amaliyotda mushu ko'rishda o'tirg'i chiqqan masala, so'zlangan muhokama qilingan masala eng og'ir, eng noziki, eng jiddiy masala Uyg'uriston masalasi. Biz başdan ahir söz deb keldik. Uyg'uriston masalasi Rus bilan Xitoy o'rtasidagi masala deb keldik vatandosh. Demak, bugun xalqaro jamiyat chiqqan ekan Uyg'uriston masalasi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan astoydil muomala qilib kelgan ekan va bu to'g'rida qonun loyihalar ma'qullagan ekan. Demak, buning xalqaro jamiyat javob berishi kerak. Bir nima deyish kerak.
Xalqaro jamiyatning javobgarligi bu to'g'rida bir nima deyish kerak, bir hukm, bir xulosa chiqarish kerak vatandaş. Biz şuna yuqorqi ikki abzasda bu qatim Moskvada Uyg'uriston masalasi mushu tariqada qo'yildi, lekin buning aksi holda Prezident Vladimir Putin ifoda bildirdi. Aksi holda Rais Xi Jinping ifoda bildirdi. Xalq gazeti desak bo'ladi vatandaş. Oxirina Prezident Vladimir Putin Qizil maydonda parad ko'rganda tel sirat ko'rgidan minib o'tdi. Mavzuli xabar 5-ayning 9-kuni BBC Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. 5-ayning 9-kuni Prezident Vladimir Putin Jungoning Rais Xi Jinping bilan birlikda harbiy ko'rakka qatnashdi. Hatta nihoyat mardlik ko'rsatib Xi Jinpingni azmehmon deb atadi. Soğuk münasebetler oluşundan keyin Rusya Federasyası 1995-yili tunji qatam Rossiyaning Ulug' Vatan urushi g'alabasining 50 yilligini xotirlab undan keyinki har 5 yilda kechiringlar bir qatam harbiy parad o'tkazish Rossiyaning dunyo diplomatiya maydonidagi nurliq pallasi bo'lib kelgan. Nurliq diplomatiya pallasi bo'lib kelgan. Shundan keyin har qatam shundaq paytda Qizil maydonda 10 necha davlat rahbarlari to'plashib, sobiq ittifoqlash jamiyatlar, hatta Amerika, Yevropadagi ittifoqlashdagi bo'libmi 2005-yili Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti George W. Bush birinchi bo'lib o'zi bu faoliyatga Qizil maydondagi harbiy paradga Amerikalik bir prezident sifatida qatnashgan edi. Shundaq birdan bir bo'lib Amerikalik prezident sifatida George W. Bush sobiq prezident bu Qizil maydondagi parad qatnashgan. Shu yili 5-ayning 6-kuni prezident sobiq prezident George W. Bush Latviyaning poytaxti Rigaga tushib Moskvaga berishdi. Rigaga tushib nutq so'zlaganda shundaq bir og'iz gapni qildi. Yalta yig'ini yakal Yalta konferensi intayin tarixiy xatolik. Tushundingizmi? Amerikalik prezidentlar, Amerikalik davlat rahbarlarining og'zidan bir jumla so'z, o'rinsiz o'tirg'i chiqmaydi. Biling vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti va uy xizmat ishlaydigan Oqsaroyning og'zidan oldirab, tinab, vaqt chektimisiga qaramay turib, bir og'iz gap og'izdan chiqmaydi. Muayyan tartib, muayyan vaqt, so'zlanadigan so'z, muayyan vaqt, muayyan tartib ichida. Bu Amerikaliklarning, ya'ni Amerikalik prezidentlarning xizmat ishlash pozitsiyasida vatandaşlar. Nama Prezident Donald Trump ikinci qatam Oqsaroyga kirib vazifa o'tagan 100 kun mobaynida Prezident Vladimir Putin bilan munosabatni yaxshilab, tezlik bilan tinchlik kelishimi imzolamoqchi bo'ldi. Bu ilgirlashilan Jungo va Yevropa ittifoqi Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga o'zgarish olib keldi. Jungo bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar qatmanliqni yemirib tashladi. 5-ayning 6-kuni Jungo taraf va Yevropa parlamenti o'zaro aloqa munosabatlaridagi cheklovlarni bekor qilishni qaror qildi. Yana boshqa bir xil ko'z qarash avjiga chiqishga boshladi. Ya'ni Prezident Donald Trump aksariyatli Kissinger yo'li va qarshi turadigan diplomatik, strategik siyosat, ya'ni Rossiya bilan yaxshi munosabatda bo'lib, Jungoni cheklash, ya'ni Kissinger davridagi Jungo bilan birlashib Rossiyaga qarshi turish tafakkur yo'lini avjalishga boshladi. Dedi ki sözlük geldi sizlerge, Rusya ile birleşip Jungo karıştırdı, şurada. Bu qatam Rais Xi Jinping bilan Prezident Vladimir Putin Qizil maydonda mo'rga terib o'ltirib,
Prezident Vladimir Putin üçün aytqanda, mundaq olduruş dünyaga küçlü bir signal tarqitish bulup hesaplandı. Rusya yetim kalmadı. Jungo'da ittifaqdaşı var, dostçusu var, tayancı var. Mani yenimde olduruptu. Bizning münasibetimiz granat taşdak münasibet kol tutuşup hemkarlaşıdığan irademiz devirmeydi. Kissinger yolu mevcut emas, hem mümkün emas. Avustralya'nın Moskova turaşı sabık elçisinde Prezident Vladimir Putin'in xiyalidagi va amaliy harakatidagi gap so'zlarga to'g'risida gap qilib bundaq dedi. Yani Peter Tech, Avustralya'nın sabık baş elçisi Moskova turuştu. Peter Tech aşkar halda bundaq ko'rsatdi. Bu xil simvollik ahamiyatga sal qarashqa bo'lmaydi. Prezident Vladimir Putin Xi Jinping'in Moskovada bo'lishi, yani bu söz degan so'zlari bularga sal qarashqa bo'lmaydi. Sal qarashqa bo'lmaydi. Diqqat hemen keçirenler vaqtda. Rusya Jungo ikki taraf imzolaydigan kelishimda elib keladigan amaliy mazmunlarni yana ko'z yutishga to'g'ri keldi. Bir qancha kelishim, bir qancha hujjatlar tuzish deb xabar qildi-ku. Endi shuni nima mazmunlar bor? Mushu masalaning o'zi biz kutishimizga bog'liq bo'lgan masaladir, dedi Avustraliyaning ayni chog'da Rossiya turish bosh elchisi. So'q munosabatlar qurish davrida Amerika tashqi siyosati Kissinger Jungo bilan birlashib Rossiyani cheklash strategik siyosati bilan yer sharining huquq selishtirma vaziyatini yaratgan edi. 1971-yilda Kissinger Jungoni maxfiy ziyorat qildi. Bu ziyorat so'q munosabatlar urushi davridagi elishning burilish nuqtasi bo'lib qoldi. Prezident Nixon Rusya Jungo o'tirishidagi ziddiyatlardan foydalanib 3 muhim nishonni ishga oshirgan edi. Birinchi Vyetnam urushini oxirlashtirdi. İkinci devlet iqtisodini yaxshiladi. Uchinchisi yer sharining kuchini tanqonlashtirdi. Shu vaqt Nixon yetgan natijalanmış oldu. Hozir endi oxirida ikki jumlada so'z qilay vatandosh. Rossiyalik prezident Vladimir Putin bundaq debdi. Jungolik rais Xi Jinping bundaq debdi. Uyg'urlarda bir tamsil yoki maqol tamsil bor, vatandosh nima deydi demansiz. Suvning suvi ketdi. Qaldı kaçıqdan 5 bilan. Bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump İstanbulda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Tunigan biz sizga nima deb so'zladik? Prezident Vladimir Putin shundaq dedi. Men prezident Donald Trump'ning o'rinlashtirishiga bo'ysunaman. Tamam. Şuna nima deymiz? Suvni suvga ketdi, qaldi qatiqning 5 bilan. Yuqorqi prezident Vladimir Putin so'zlagan so'z, yuqorqi Jungoning rais Xi Jinping so'zlagan so'z, suvni suvga ketdi, endi qaldi qatiqning 5 bilan. Qaysi bu 5 bol? Men prezident Donald Trump'ning o'rinlashtirishiga bo'ysunaman. Mana bu qatiqning puli. Demek prezident Donald Trump nima desa sözünü yarmayman. Bu prezident Vladimir Putin'ning va'dasi. Bugungi vaziyat mana shunday. Qaysi vaqtda kelib to'xtabdi vatandosh? Intayin nozik bir daqiqalar kelib to'xtabdi.